Salom hammaga, ushbu videoda men sizga Forex bozorida qanday qilib mobil telefonimiz yordamida savdo qilishni ko'rsataman. Men ataylab bu ishda umuman tushunchasi yo'q odamni chaqirdim. Endi men qanday qilishni ko'rsatib beraman. Qadam-ba-qadam. Xullas aytishlaricha mening odamim bu bilimlarni ko'rib ozlashtiradi. Demak, qarang, Forex bozorida savdo qilish uchun sizga broker kerak bo'ladi. 10 minglab brokerlar bor, lekin men shaxsan sinovdan o'tkazgan va savdo qiladigan bir nechta tasdiqlangan brokerlar mavjud. Ushbu video ostida havola va tavsif mavjud. U yerda siz ushbu havolaga o'tib, kerakli brokerga murojaat qilishingiz mumkin. Bugun men FPRO deb nomlangan broker haqida gaplashaman. Bu juda ko'p litsenziyalarga ega bo'lgan xalqaro broker. Va ushbu broker yordamida biz endi Forex bozoriga kiramiz, savdo hisobini ochamiz, ushbu brokerga hisobni to'ldiramiz va birinchi tranzaksiyamizni ochamiz. Aniqroq aytganda, siz ushbu bitimni ochishga harakat qilasiz. Shunda hamma bu oson va sodda ekanligini tushunadi. Men hozirda ushbu brokerning menyusidaman. Lekin albatta ro'yxatdan ochishingiz kerak. Barcha ko'rsatmalarni alohida videoda ko'rsataman. Endi tafsilotlarga to'xtalmaymiz. Shunday qilib, tomosha qiling, oldinga siljiting va hamma narsani bosqichma-bosqich bajaring. Men hozirda FPRO brokerlik akkauntiga kirganman. Buning uchun avval savdo hisobini ochishim kerak. Agar siz tilni o'zgartirmoqchisiz, chunki bu videoda men uni ingliz tilida ko'rsataman. Siz uni istalgan mamlakat uchun o'zgartirishingiz mumkin. Yuqori chap burchakka oting, pastdagini tanlang. Bu yerda biz sozlamalarni ko'rib chiqamiz. Va keyin pastga tushsangiz, bu yerda til bor. Ya'ni siz o'zingizga mos keladigan har qanday tilni tanlaysiz. Sizga ushbu broker bilan savdo hisobini qanday ochishni aytib beraman. Bu yerda bizda asosiy menyu mavjud. Biz ushbu oynada aniq ishlashimiz kerak. Va hisob yaratish uchun tugma mavjud. Biz hisob yaratishni tanlaymiz. Bizda 3 ta savdo hisobi variantlari mavjud. Standart hisob mavjud, FPRO, RAV mavjud. Bu foydaliroq variant, ammo bu yerda minimal depozit $50 ni tashkil qiladi va qo'shimcha FPRO Elite mavjud. Bu aytaylik eng kam depozit $10,000 bo'lgan eng fat hisob raqami. Lekin biz hozir buni ko'rib chiqmaymiz. Biz eng standart va eng foydali variantni tanlaymiz. Bu FPRO RAV. Shuning uchun men bu yerda davom etishni tanladim. Keyin hisob valyutasini tanlashi mumkin bo'lgan qo'shimcha menyu ochiladi. Ya'ni agar biz dollar bilan savdo qilsak, unda narsalar avvalgidek qoladi. Va o'ng tomonda bizda kredit leveragi mavjud. Bu kredit leveragi. Men standart 1 dan 1000 gacha olaman. Keyin pastga tushamiz. Bu yerda biz qanday hisob turi borligini ko'ramiz. Nating yoki to'siq qo'yish. Men to'siqlarni tashlab ketaman. Va keyin men uchun belgi qo'ydim. Ushbu savdo hisobini saqlash uchun parolimni kiritishim kerak bo'lgan qo'shimcha qator ochildi. Shunday qilib, men parolni yozaman va keyin hisob yaratishni tanlayman. Mana biz asosiy menyuga o'tdik va bu yerda biz hozirgina yaratgan savdo hisobini ko'rmoqdamiz. Mana uni oxirgi raqam 070 deb ataymiz. Keyin biz ushbu brokerni to'ldirishimiz kerak. Buning uchun biz yuqoriga chiqamiz va to'ldirish uchun tugma mavjud. Men tanlayman. Endi broker bizga to'ldirish variantlarini taklif qiladi. Mahalliy kartalar va kriptovalyuta mavjud. Men har doim hammaga kriptovalyutadan foydalanishni tavsiya qilaman, chunki qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, bu mablag'larni to'ldirishning eng tezkor va mening fikrimcha eng xavfsiz variantidir. Shuning uchun men USDTni tanladim, davom etishni tanladim. Keyin biz savdo kripto tarmog'ini tanlashimiz kerak bo'lgan menyu ochiladi. Tanlaganingizda buni yodda tutishingizga ishonch hosil qiling. Shuning uchun men TRK20 ni tanladim. Hamyon raqam. Bu juda muhim. Bu yerda siz savdo tarmog'i va hamyon raqamini eslab qolishingiz kerak. Keling, hamyon raqamiga o'tamiz. Biz shunchaki nusxa ko'chiramiz. Broker bizga hisobni to'ldirish uchun mablag'larimizni qayerga o'tkazishimiz kerakligini ko'rsatadi. Shuning uchun men to'g'ridan to'g'ri birjaga boraman. Men Bybit almashinuvidan foydalanaman. Men ushbu ro'yxatdan o'tish almashinuviga havolalarni ham qoldiraman. Shuning uchun biz birjaga o'tamiz. Biz aktivlarga kiramiz. Men mablag'ni yechib olishni tanlayman. Men kriptovalyutani yechib olishni tanladim. Men foydalanadigan valyutani va yuqori yorliqni tanlayman. Bu yerda biz yuboradigan oyni ochiq. Bu manzil aynan biz nusxa ko'chirgan va broker bizga ko'rsatgan manzildir. Keyin biz ushbu tarmoqni ko'rsatamiz. Esingizda bo'lsa, bizda TRK20 tarmog'i bor edi. Keyin biz miqdorni ko'rsatamiz. Bizda minimal miqdor $50 bo'lgan savdo hisob raqami mavjud bo'lgani uchun men $50 ni ko'rsatmoqdaman va men bu yerda broker $1 miqdorida komissiya olishini hisobga olaman. Hammasi shu, biz quyida nima yozilganini yozdik. Qabul qiluvchi aniq $50 oladi. Shunday qilib, men pulni qaytarib olishni, keyin esa tasdiqlashni bosaman.
Keyin biz xavfsizlik parollarimizni kiritishimiz kerak. Shunda biz kod olamiz. Brokerda Forexda savdo qiling. Brokerdami yoki Forexdami? Qan Forexda. Forexga broker kerak. Ha, va. Brokerlar tavsifdagi havolada. Tograma. Bu yerda siz Proga borishingiz va hisob ochishingiz kerak. Ha, avval siz tasdiqlashdan ochishingiz kerak. Ochishni tasdiqlash, Yollanma. ochiq, Savdo hisobi va qoldirish. ha, kriptovalyutadan foydalanish. Ha, hamma o'rnidan turadi. Qizil rangga aylan. 5 daqiqa vaqt. U qarz oladi va pul kelgan-kelmaganligini tekshirish uchun biz endi brokerga qarayapmiz. Va yuqori qismida mening hamyonim maydoni mavjud va biz ushbu brokerning ichki hamyonimizdan $50 o'tkazilganini ko'rmoqdamiz. Biz savdo qiladigan savdo hisobini to'ldirishimiz kerak. Lekin biz savdo hisobini oxirgi marta hozir ochganimiz sababli uni to'ldiramiz. Buning uchun o'tkazmani tanlang. Va bu yerda savdo hisobvaragi opsiyalaridan biz quyida keraklisini ko'rsatamiz. Va bu yerda men $50 miqdorini ko'rsataman. Keling, pastga tushamiz. Savdo hisobi faollashtirildi. Biz bu yerga boramiz. Savdo hisobidan 3 ta nuqta va hisob ma'lumotlarini tanlaymiz. Xo'sh, endi bizda quyida ushbu ma'lumot bor. Ilovani hozir o'rnatishimiz biz uchun muhim. U MetaTrader 5 deb ataladi. Ushbu ilova bizga savdo bitimlarini ochish imkonini beradi. Men bu ilovani allaqachon yuklab olganman, shuning uchun uni ochaman. Men ushbu plus belgisini tanlayman va shunchaki biz savdo qiladigan broker nomini kiritishim kerak. Men FPROni taqdim etyapman. Bu yerda u FPRO sifatida keltirilgan. Mana endi bizda kichik menyu, qo'shimcha menyu mavjud. U yerda biz server, login va parolni ko'rsatishimiz kerak. Server tomonidan yozilgan FPRO MT502. Keling, tekshirib ko'ramiz. Bu yerda bizda FPRO 502 serveri ko'rsatilgan. Keyin bizda login bor. Biz ushbu loginni nusxalaymiz va joylashtiramiz. Aynan shu yerda. Keyingi mana parol. Biz savdo hisobini yaratishda parol oylab topdik. Shuning uchun hozir shu parolni yozyapmiz. Va biz tugmani bosamiz va balansimiz yuklanadi. Mana bizning savdo terminalimiz. U yerda biz istalgan valyuta juftligini tanlashimiz va pastki chap burchakdagi kotirovkalarga o'tishimiz mumkin. Mana bizga kerak bo'lgan narsani tanlash uchun qidiruv paneli, masalan, yevro-dollar. Yevro-dollarni tanlaymiz, belgi qo'yilgan, orqaga qaytamiz. Mana bizda yevro-dollar. Belgili qilamiz, chartni tanlaymiz va bizda savdo grafikasi yuklanadi. Bu yerda vaziyatni tahlil qilishimiz mumkin. Yuqorida chapda vaqt oraligini tanlash mumkin. Masalan, soatlik time frame, grafik qanday harakatlanayotganini ko'ramiz. Uni chapga yoki o'ngga siljitishimiz mumkin. Aytaylik, biz vaziyatdan ko'ryapmizki, ehtimol narx osadi. Shuning uchun men soatlikda qanday qilib bitim ochishni ko'rsataman. Yuqorida o'ngda mana shunday kvadratchani tanlashimiz mumkin. 2 tugma, buy va sell paydo bo'ladi. Mos ravishda, muhim nuqta, bu yerda markazda lot hajmi bor. Ya'ni, agar sen yangi boshlovchi bo'lsang, maslahat beraman. Ha, yangi boshlovchi bo'lganing uchun umuman shu funksiyadan foydalanishni tavsiya qilaman. Now butun 100 lot. Hozir vaziyat shunday. Xo'sh, qarang, biz yuqori 10 burchakdagi sotib olish tugmasini ochamiz. Biz bu yerda shartnoma shartlarini qabul qilamiz. Keling, uni yana ochamiz va bizda kelishuv bor. Mana u grafikning ostida ko'rsatiladi. Agar kattalashtirib qarasangiz. Moviy. Ha, nuqta chiziq bor. Bu bizning narximiz endi degan ma'noni anglatadi. Sotib olish uchun buyurtma qo'yilgan. Ya'ni agar grafik osishni boshlasagina, mos ravishda biz daromad ola boshlaymiz. Mana ko'ryapsan, savdo shamchasi yuqoriga, kerakli tomonga ketdi. Biz savdoga kirib ko'rishimiz mumkin, lekin hozir biz zarar ko'rmaydigan darajadaman. Shuning uchun men hozir shunchaki ko'rsatib beryapman. Bu qanday qilinishini namoyish qilmoqdaman. Depozitimizni yo'qotmaslik uchun biz tavakkalchilikni boshqarishni mashq qilishimiz, stop lossni belgilashimiz va keyin foydani belgilashimiz kerak. Bizning birinchi ustuvor vazifamiz ushbu bitimimiz himoyalanganligiga ishonch hosil qilishdir. Yo'qotishni to'xtatish. Shunday qilib, biz ushbu nuqta chiziqni va pastdagi tugmani bosamiz. Stop loss va take profitni o'rnatishimiz mumkin bo'lgan menyu paydo bo'ladi. Qizil rang stop loss. Mana endi bizda bor. Biz uni barmog'imiz bilan olamiz, bosamiz va kerakli darajaga tushiramiz. Ya'ni aytaylik, biz buni o'rnatmoqchimiz. Bir va ikkinchi tomonda ham minimal qiymatlar bor. Shuning uchun buni qo'llab-quvvatlash chegarasi deb olsak, bu yerga eng yuqori yo'qotish darajasini qo'yish shartli ravishda to'g'ri bo'ladi. Men shunday tanlayman. Men buni tasdiqladim. Ya'ni men uni chozdim va tasdiqladim.
Va endi biz masalan oz ishimizni qila olishimiz uchun taki profitni o'rnatishimiz kerak. Va hozirgi vaziyatga asoslanib biz ushbu bitim osishni boshlashini kutmoqdamiz. Va agar masalan ushbu chiziqning kesishmasida, masalan mana shunday bo'lsa, menimcha bu maksimal qiymat yangilana boshlaydi. Biz tranzaksiya kamida 1 yoki 2 ta bo'lishi kerakligini tushunishimiz kerak. Bu bizning yo'qotishimiz. Ya'ni biz ushbu tranzaksiyadan bir marta yo'qotishimiz mumkin bo'lganidan 2 baravar ko'p daromad olishimiz mumkin. Bu shuni anglatadiki, hatto tranzaksiyamizning muvaffaqiyat darajasi 50% bo'lsa ham biz foydasiz bo'lamiz. Shuning uchun men yashil chiziqni tanladim. Bu darajada. Va endi men uni tuzatmoqchiman. Oqni tanlayman va o'zgartirish tugmasini bosing. Biz oz ishimiz bilan shug'ullanishimiz mumkin. Agar savdo noto'g'ri yo'nalishda ketsa, biz uni shunchaki stop loss bilan yopamiz deb bilamiz. Ushbu bitimni yopish uchun biz savdoga kirishimiz mumkin. Barmog'ingizni oling va chapga suring. Va tog' sariq rangli yopish tugmasi mavjud. Bo'ldi, kelishuvimiz yakunlandi. Xo'sh, bizda sizga qanday qilishni ko'rsatgan ushbu o'quv videosi bor. Mobil telefoningiz yordamida forex bozorida savdo qilishni boshlang. Ko'rsatganlarimdan biror narsa tushundingizmi? Ha, Men tushundim va takrorlamoqchiman. ushbu video ostida ro'yxatdan o'tish havolalarini qayerdan olish mumkinligini aslida bilasiz. Ro'yxatdan o'ting, bizning ko'rsatmalarimizga amal qiling va biz bilan pul ishlang.